Ha. Assalomu alaykum, hurmatli Bosir Qirg'iziston kanalining ko'ruvchilari, qutman kuningizdar. Andijondan salom. Andijondagi Nasibullo akaning pitomnigindamiz. Bugun Nasibullo akaning pitomnigi jönde sizlarga buyursa kengir ma'lumot beramiz. Assalomu alaykum. Aka, qandaysiz, yaxshisiz? Assalomu alaykum. Nasibullo aka, qandaysiz? Qandaysiz? Sen sog'misiz, tinchlamisiz, tinchamanmisiz, yaxshisiz? Yaxshi yetib keldinglarmi? Shukr, sizdan ziyorat qilaylik deb kelatamiz aka. Juring aka. Oho. Bu yerda ne yetishtirasiz aka? Bu yer baza. Bu yer baza. Mana bular hozir Pavlovniyani tomirini qilib o'tamiz. Ha, bu Pavlovniyan tomiri. Pavlovniyan tomiri. Hozir Toshkentga Begavodga ketadi. Ha. Pavlovniyan tomiri. Begavodga qayerda to'tkazlarda qilib qo'ya. Bular endi palmalar, kichkina o'zimizga tashqariga olib chiqamiz. Hozir bu palma bu yerda. İşte. Bu endi kichkina do'kondan, magazindan olib chiqqan o'zimizni nimalarimiz, archalar, daraxt dekorativniy. Bular mana tuyada turaveradi. Jayinda, shu yozda ham olib kelishadi. Bu ne kaçatlar aka? Kripson. Kripson aka. Podvoy ne bu? Podvoy MM106. MM106 dağı. Bular Xudo xolasa mevani beradi. Gullari men. O gulletmarmiz. Mana tur gullagan aka. Ha, bu tur gulladi. Oborgan. Unda meva bar turvoy va? Meva bor. Bularni o'sha yozda yoz mezgilda ko'chatni qazib olishda imkoni bo'lmaydi-da. İmkoni shu mezgilda yozda bularni tuvagi bilan olib borib tik yerga olib eksada bo'ladi. Bo'lmasa o'sha nimaga olib borsa ham bo'ladi. Sahnalariga, uylarga tuvagi bilan qo'yib qo'ysa meva beraveradi. Mevani solaveradi mana. Podvoylari mana shu 106 podvoyda. Meva kirgan. Bularni hozir zagotovka qilib Toshkentga tayyorlayapmiz. Toshkentga? Toshkentda gulxonalar oladi. Hammasida bilka bo'ladi manaqa. Qanaqa nomlari bilan har birini baylab chiqamiz. Baylab chiqilgandan keyin Toshkentga beramiz. Toshkentda turgan ekan. Qirg'izistongacha ketgan o'tgan yili Bishkekka chiqardik. Endi mana yerda hop mana bu ham olma, boyka olma. Podvoy 106. 106 boyka. Bunimiz mana gala degan olma mana gala. Bu gala. Galalarimiz iyul oyida pishadi. Gala mas degan sort. Buni ham o'zi tayyorlayapmiz. Bu yerda mana shoftoli, bu chempion shoftoli mana. Chempion, ha? Bu mana tayyor gulga. To'liq guli bilan. Guli bilan. Xudo xolasa bular mevani boshlaydi. Bu yil o'zida shu tuyada qilaveradi. Mevasi. Bu ham mana shoftoli, bu turetskiy lola deymiz mana. Turetskiy lola. Turetskiy lola. Pishish muddati qachon buni? Bu iyunda pishadi. Iyun. Erta pishadi. Erta pishadi. Sizlar tomonda hozir joyiga qarab, klimatga qarab. Ba'zi joylarda iyulda pishadi. Ba'zi joylarda iyunda. Bizim mana shu territoriyalarda, Andijon territoriyalarida 15-20-iyunda pishadi. Bog'larni qo'shib aytib ketinglar, sirasi so'ray turganlar bor-da. Hozir bu ko'chatlarimizni hozir 40 ming beryapmiz. 40 mingdan, 40 mingdan beryapmiz. Chunki bu yerda hozir asosiy rasxod bor. Bunda kokosovый tvorog bor. Keyin biagumuz bor. Biagumuz solingan o'g'itlari bilan tuvaydi rasxodi bor. Shuni hisobiga. Agar yerdan oladigan bo'linsa, yerda arzon. Bularda o'sha qirg'iz puliga 100 so'mga to'g'ri keladi. Yerda bo'ladigan bo'lsa. Endi bu yerda mana diviziy degan nokimiz, bu diviziy nok kechki nok. Oktyabrda pishadi bu. Oktyabrda. Bizda sentyabrda 20lariga pishadi. Qirg'izistonda oktyabr oylariga o'tadi. Saqlasa bo'ladi. Hozir asosiy bozorda sotilayotgan non. Shular 35 ming, bizda esa $100 devasida. Podvoy qaysi buni? Podvoy bu atvodka, bexa atvodka. Bexa bu.
Aha. Bexatar. Ayva. Ayva. Bunda qaysi sort unda? Bu Qizil ekan bu. Abad degan sort. Abad fetel. Abad banan nokam deb qo'yamiz. Abad. Abadkanda ular. Bu ham bu avgust oyi oxirida pishadi. Sentyabr, avgust oylarida pishadi. Bozor qanday ekan sotutasizlar? Bozor qanday oldi Abadga? Hozir bu yangilik. Bir 2-3 yil bo'ldi bizda. Kelganiga? Ha, boshlanganiga. Lekin yaxshi, yirik. Talgarskiy, o'rmon go'zalligi o'xshashib ketadi, undan uzunroq. Uzunroq Abad. Bular o'riklar mana. O'rik. Mana. Bu Supon o'rik bu. Qo'ladigan Supon o'rik. Endi qolgan sortlarimiz bor. Endi hali beri olishga ulgurgan. Bular qanchadan bular? Siz baholarni qo'shib ketinglar. Baholari bular bir xil. 40 mingdan. Hammasi tuvaklar, chunki rasvot bir xilda. Hamma tuvakka bir xil rasvot ketgan. Bularda shu biogumisi, torfi, shularni hisobga olib, agar buni torf qilmasak, biogumis solmaydigan bo'lsak, bularda yashash harakat sus bo'ladi. Oddiy tuproqqa qiladigan bo'lsak. To'g'ri. Oddiy tuproq soladigan bo'lsak, harakat sus bo'ladi. Mevani o'zida tutib ola olmaydi. Shuning uchun bunga oziqa kerak bo'ladi. Oziqa biogumis, torf bo'ladi. Mana shu holatda bemalol qancha yil bo'lsa turaveradi buni. Faqat kesib abreshga qilib turiladi, mevani beraveradi mana shu yerda. Buni shu dekoratsiyaga, uyni ichlariga qo'ysa bo'ladi, magazinlarga qo'ysa bo'ladi. Hozir shunaqaga olishyapti buni. Buni asosan mana gulxonalar zakaz qilishyapti hozir. Ko'proq Toshkent xaridori. Endi buni rasvotini ozaytiramiz desak, oddiy salafan tuvaklarga solamiz. Ko'chatni bahosi arzonroq bo'ladi. Arzonroq bo'ladi. 20-25 ming, 30 mingga tushadi. Tuvakda rasvotga bog'liq bu ko'chat. Endi bu lavroli list. Lavroli list. Dah to'ymaydi mana, veshni zeleniy doimo. Doimo zeleniy. Buni olib chiqamiz, tashqariga ekamiz, yaqinda tuvakdan olamiz, tashqariga ekamiz. Buni asha shakl beramiz, shtampoviy qilib, tumalaq qilib shakl beramiz. Qishin yozin turaveradi. Bu Qirg'iziston uchun eng juda to'g'ri keladigan, klimatga tushadigan narsa. Qirg'izistonga shot, Baxt tashamaydi. Sug'urmaydi. Sovurmaydi. Sovurmaydi. Buni mana yaproqlari bor, yaprog'ini salatga, sveji salatga juda aytadi. Sveji salat, sveji salatga juda aytadi. Mana hozir buni juda ham hidi bor mana. Beringchi. Mana hidga ko'rib, jiddab bilsangiz bo'ladi. Ayvay so'nin hid. Bu sveji salatga ayvay zo'r ekan bular. Yaxshi. Bu archalarimiz mana. Bu galoboy keparis, chorniy keparis deydi, qora bo'ladi. Bo'yi kiparislar bular. Bu uzun bo'lib ketadi, bu ko'chatlar, bu tashqariga olib chiqib ekiladi bu sensalar. Sensalar. Uje mana ekishni boshladik. Hozir mana shu oydan boshlanadi sensalarni ekish. Galoboy keparis и chorniy keparis mana shu. Chorniy keparis. Bular bo'yi 25-30 metrga doğru ketadi. Har qanchasi. Buni rasmlari bor, men hozir ko'rsataman buni. Bu yer baza, bu yerda mana shu ko'chat bo'ladi aslida. To'liq mana shu